Anas ismli bir kishi uylandi. Ayolning oldiga kirganida ayolining husni yoqmadi, chiroyli emas edi. Ayoli bilan birga bo'ldi, ko'ngli bo'lmadi, shaharni tashlab 20 yil bosh oqqan tomonlarda yurdi. Uylandi, bir kecha, ikki kecha uyda bo'ldi, 20 yil kezdi dunyoda. 20 yil o'tgandan keyin o'zini shaharga qaytib keldi. Shahardagi katta masjidga kirsa, bir yosh yigitning atrofida minglagan talaba ilmlar to'planib o'tirar edi. Bu ularga ilmdan dars berar edi. Kim ekan bu odam dedi. Dedi, bu Malik ibn Anas deydi. Bu yigit mana shu norozi bo'lib chiqib ketgan xotini tuqqan yigit edi. Shu Anasning o'g'li edi, Malik ibn Anas. Ko'ring, yoqtirmadi ayolni chiroyli emas ekan deb. Shunda ayoli nima degan edi? Eri uni ko'rib chiroyli emasligini yoki husnidan qanoatlanmaganligini ko'rib, "Ey falonchi" dedi eriga. "Yaxshilik sizga yoqmagan narsada yashirilgan bo'lishi mumkin" dedi. Norozi bo'lib chiqib ketdi, lekin qanaqa farzand dunyoga keldi? Mana shu ayol